Xo'p, demak do'stlar, kelinglar, bugun darsni noldan boshlab o'rganamiz. Hozir o'zimni ekranimni sizlar bilan bo'lishaman. Shunda bugun kerak bo'lgan narsalar orqali hammasini o'rgansak bo'ladi. Darsning oxirida hamma qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, dars davomida yig'ib tursanglar, ya'ni menga oxirida bersanglar, hammasiga javob berib o'tamiz. Hozir esa darsni boshlaymiz. Demak, men o'zimni ekranimni ko'rsatyapman. Menimcha hammaga ko'rinyapti, to'g'rimi? Hop, yozib olinglar, ekranim ko'rilyaptimi, yo'qmi? Xo'p, demak juda yaxshi. Menimcha ekranim ham ko'rinyapti, ovozim ham qo'ldan kelgancha balandroq gapirishga harakat qilyapman. Hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, demak kelinglar, bolalar boshlaymiz, do'stlar. Xo'p, men bugun o'tmoqchi bo'lgan narsam belgilar, ya'ni bizda belgilar mavjud. Ya'ni yo'lda ko'rayotgan bo'lsak, harakatlanish davomida turli xil belgilarga duchor bo'lamiz. Ya'ni bu belgilar aslida 7 ta guruhga oid bo'lgan belgilar hisoblanadi. 7 ta guruh belgilari hisoblanadi. Kelinglar, birinchi navbatda ketma-ketlikda sanaymiz. Ular qaysi belgilar va vazifalari nima? Bizda birinchi turdagi belgimiz, ya'ni birinchi guruh belgimiz bu ogohlantiruvchi belgilar hisoblanadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, ogohlantiruvchi belgilar uchburchak shaklda bo'ladi va hoshiyasi qizil, o'rtasida oq rangda bo'ladi va u bilishimiz mumkin, barcha bunday shakldagi belgilar ogohlantiruvchi belgilar hisoblanadi. Bugun biz darsimiz davomida ogohlantiruvchi belgilar haqida gaplashamiz. Ularning vazifalari nima, qanday holatlarda o'rnatiladi, nima haqida ogohlantiradi, ularning barchasi haqida gaplashib o'tamiz. Undan keyingi belgimiz bu imtiyoz belgilari bo'ladi. Imtiyoz belgilari bu ma'lum bir shakli yo'q. Imtiyoz belgilari to'rtburchak ham bo'lishi mumkin, imtiyoz belgilari dumaloq shaklda ham bo'lishi mumkin, imtiyoz belgilari romb shaklida ham bo'lishi mumkin. Uni imtiyoz belgilarini o'tayotganimizda har bittasiga alohida to'xtalamiz, nima va nima uchun bunaqa shaklda va nimani anglatishini ham o'rganib o'tamiz. Undan keyingi uchinchi guruh belgilari bu taqiqlovchi belgilar. Ya'ni taqiqlovchi belgilar dumaloq shaklda bo'ladi va hoshiyasi qizil rangda, ichi esa oq shaklda bo'ladi. Ya'ni ogohlantiruvchi belgilarga o'xshagan, faqatgina uning shakli dumaloq shaklda bo'ladi va taqiqlovchi belgilar bizga muayyan bir qandaydir harakatni taqiqlaydi va taqiqlovchi belgilarni o'tayotganimizda bular haqida ham yana bitta gaplashib o'tamiz. Undan so'ng esa bizda 4-guruh belgilari bu buyuruvchi belgilar. Buyuruvchi belgilarning shakli har doim yumaloq shaklda, ko'k shaklda bo'ladi va qandaydir harakatni bizga buyuradi. Ya'ni buyuruvchi belgilar oldindan kelganda biz buyuruvchi belgilar berilayotgan belgidagi harakatni amalga oshirishimiz kerak va o'z nomi bilan aytib turibdiki, bu buyuruvchi belgi va buyurayotgan belgidagi harakatni amalga oshirishimiz kerak. Demak, bizga keyingi belgi turi bu axborot ko'rsatgich belgilari, ya'ni bizga qandaydir ma'lumot beradi, ya'ni o'z nomi bilan aytib turgandek axborot beradi. Axborot belgilari asosan to'rtburchak shaklda bo'ladi va bizga yo'limizda ketayotganimizda yo'ldagi keyingi harakatlarimiz haqida axborot beradi. Axborot belgilarini o'tayotganimizda va bu haqida har bittasiga yana bitta to'xtalib o'tamiz. Undan keyingi belgilar bu servis belgilari. Servis belgilari haqida ko'pchilik ma'lumotga ega bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shaharlar ichida ko'rmagan bo'lishi mumkin, lekin aholi punktlardan tashqarida haydab ketayotganimizda servis belgilariga duchor bo'lamiz. Ya'ni bizga turli xildagi yoqilg'i quyish shoxobchalari haqida, shifoxonalar haqida, ya'ni boshqa turdagi joylar borligi haqida bizga ogohlantiradi, ya'ni beradi, ma'lumot beradi, necha metrdan keyin yoqilg'i quyish shoxobchasi borligi haqida yoki shifoxona borligi haqida, barchasi haqida aytib o'tadi. Undan keyingi belgi bu qo'shimcha axborot belgilari. Qo'shimcha axborot belgilari har doim bir o'zi kelmaydi. Qo'shimcha axborot belgilari tepada 6 xil guruhdagi belgilar bilan biri bilan keladi va ko'rgan bo'lsak, test shablonlarda yechayotganda ko'ramiz, qandaydir belgi uning tagida kichkina to'rtburchak shaklda oq belgi turli xil narsalarni ko'rsatgan holda kelishi mumkin. Bularning barchasi qo'shimcha axborot belgilari hisoblanadi. Qo'shimcha axborot belgilari bizga ma'lum bir belgini aniqlashtirib keladi. Ya'ni masalan, to'xtash taqiqlangan belgisi bo'lsa, qaysi transport vositalariga to'xtash taqiqlangan yoki boshqa vazifalarni bajarish uchun bizga
qo'shimcha belgi sifatida vazifa bajaradi. Biz bilishimiz kerak bo'lgan belgilar, asosiy belgilar bu 7 turdagi belgilar, ya'ni hozir sanab o'tgan 7 ta turdagi belgilar. Undan tashqari bizda vaqtinchalik yo'l belgilari ham bo'ladi. Vaqtinchalik yo'l belgilariga bizga nimaga kerak? Chunki ba'zi bir joylarda ta'mirlash ishlari bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda butun umrlik emas, ya'ni umrbodlik belgilar emas, vaqtinchalik belgilar qo'yiladi. Vaqtinchalik belgilar asosan uchburchak shaklda, ogohlantiruvchi belgilarning ichi sariq shaklda bo'ladi. Ya'ni bizga uzoqroqdan ogohlantirib keladi. Vaqtinchalik belgi bo'lsa ham, qandaydir xavf bo'lishi mumkin yoki qandaydir burilishlar bo'lishi mumkin, barchasini bizga ogohlantirib keladi. Bular vaqtinchalik o'rnatiladi. Shu sababli bular vaqtinchalik yo'l belgilari deb ataladi. Ularning ichi sariq shaklda, hoshiyasi qizil bo'ladi, asosan uchburchak shaklda bo'ladi. Undan keyin esa transport svetoforlar. Svetoforlarni ham keyingi darslarda o'tamiz. Svetoforlarning turlari juda ko'p. Svetoforlar faqatgina biz ko'rib o'rgangan 3 ta rangli svetoforlar emas. Aslida 3 ta rangli, lekin faqatgina 3 ta rangga ega bo'lgan bir vaqtda unaqa svetoforlar emas, balki boshqa turdagi svetoforlar bor, ya'ni oq rangda yonadigan svetoforlar bor. Bular tramvaylar uchun bo'lishi mumkin. Barcha transportlarga, ko'plab transportlarga turli xildagi svetoforlar ishlatilishi mumkin. Svetoforlarning turlari bilan ham keyingi darslarda tanishib o'tamiz. Undan tashqari bizda taniqlik belgilari bor. Ko'rgan bo'lsak, transportlarning orqa qismlariga turli xildagi belgilarni o'rnatib qo'yish mumkin. Ya'ni transportga, avtomobilga yopishtirib qo'yiladi orqasiga. Bu bo'lishi mumkin, O harfi bo'lishi mumkin. Undan tashqari boshqa turdagi belgilar bo'lishi mumkin. Bularning barchasi taniqlik belgilari hisoblanadi. Ularni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, bugungi ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan bu narsa bu ogohlantiruvchi belgilar. Bugun ogohlantiruvchi belgilarni to'liq o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Demak, boshlashdan oldin shu vaqtgacha bo'lgan hammasi yaxshimi? Shu vaqtgacha bo'lgan hamma ma'lumot eshitildi va ko'rildimi? Xo'p, demak, men hozir kanalga yozib yubordim. Agar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, davom etamiz. Demak, yaxshi. Hamma yozyapti, yaxshi. Xo'p, demak, kelib bugun birinchi guruh belgisi, ya'ni ogohlantiruvchi belgilardan boshlaymiz. Xo'p, ogohlantiruvchi belgilar bizda raqamlar bilan o'zi aslida olib qaraganimizda har bitta belgi raqamlar bilan belgilab qo'yiladi. Bu yuqorida aytib o'tgandek, ogohlantiruvchi belgilar uchburchak shaklda bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, deyarli ko'plab ogohlantiruvchi belgilar uchburchak shaklda va hoshiyasi qizil va o'rtasi oq rangda bo'ladi va bizga turli xil ma'lumotlarni beradi. Ya'ni ogohlantiruvchi belgilarning vazifasi bizga xavfning oldidan, ya'ni yozib qo'ygandek, ogohlantiruvchi belgilar haydovchilarga xavfli yo'l qismiga yaqinlashayotganligi haqida axborot berib, unda harakatlanishga, sharoitga qarab tegishli chora ko'rishni talab qiladi. Ya'ni bizga uzoqdan bir necha metr masofadan oldin o'rnatiladi bu belgilar va oldinda qandaydir xavf borligidan bizga ma'lumot beradi. Xo'p, kelinglar birinchi belgidan boshlaymiz. Birinchi ogohlantiruvchi belgi bu 101 raqam bilan yoziladi. Kelinglar birinchi navbatda 101 nimani anglatishini ko'rib o'tamiz. Bizda yuqorida sanab o'tgandek 7 xil turdagi belgilar bor edik. 7 xil turdagi guruh belgilari bor edik. Bu 101 nimani anglatadi? 1 bu bizda birinchi kelayotgan 1 bizda birinchi guruh belgisigina, 101 esa birinchi guruhdagi birinchi belgi, 102 esa birinchi guruhdagi ikkinchi belgi, 103 esa birinchi guruhdagi uchinchi belgi degan ma'noni anglatadi. Shu tarzda barcha belgilar raqamlab chiqilgan. Bu narsani tushunib olsak, o'zimizga ham tushuncha yaxshi. Ya'ni kimdir bizga 101 belgisi qanday desak, birdaniga xayolimizga kelishi mumkin. Ogohlantiruvchi belgilar guruhidagi birinchi belgi yoki ogohlantiruvchi guruhidagi ikkinchi belgi deb xayolimizga keltirsak bo'ladi. Xo'p, demak, kelinglar birinchi 101 belgisidan boshlaymiz. Ko'rib turganimizdek, 101 belgisi uchburchak shaklda va hoshiyasi qizil va tagiga yozib qo'yibdiki, shlagbaumli temir yo'l kesishmasi. Xo'p, demak bu bizga oldinda shlagbaumli temir yo'l kesishmasi borligidan ogohlantiradi. Shlagbaum nima? Ko'radigan bo'lsak, shlagbaum bu to'suvchi qurilma hisoblanadi. Avtoparkovkalarga kiradigan bo'lsak, shlagbaum bilan to'sib qo'yilgan bo'lishi mumkin va shu bilan birgalikda temir yo'l kesishmalari ham shlagbaum bilan to'sib qo'yilgan bo'lishi mumkin.
bizga bu belgi agar uchratilgan bo'lsak, oldinda shlagbaumli temir yo'l kesishmasi borligidan xabardor qiladi, ya'ni ogohlantiradi. Bizda 1-2 belgi xuddi shunaqa belgi, faqatgina bu shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi borligidan axborot beradi, ya'ni ogohlantiradi. Bu belgilarning farqini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Qaysi biri shlagbaumli, qaysi biri shlagbaumsiz, shuni chalkashib ketmaymiz. Xo'p, demak bilib oldik. Birinchi belgi, ya'ni 1-1 belgisi shlagbaumning oldinda temir yo'l kesishmasi bor, ikkinchisi esa 1-2 shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi bor. Yana bir narsani aytish esimdan chiqib qolibdi. Bu belgilar qancha masofada o'rnatiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu belgilar muayyan bir masofada o'rnatiladi. Xo'p, bizda aholi punktlari bor va aholi punktlaridan tashqarida degan joylar bor. Aholi punktlarida, ya'ni shahar ichlarida, tumanlarda, aholi gavjum joylarda bu belgilar 50-150 metr atrofida o'rnatiladi. Ya'ni yaxshilab eslab oling, 50 metr va 150 metr oralig'ida o'rnatiladi. Balki 70 metr, balki 100 metrda o'rnatish mumkin, lekin oralig'i 50 va 150 metr atrofida bo'lishi kerak. Aholi punktlardan tashqarida esa bu belgilar 150-300 metr oralig'ida o'rnatiladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda danni dedi, viloyatma qatnaydigan yo'llarda o'rnatilishi ham mumkin. Bu vaqtda 150 va 300 metr atrofida o'rnatiladi, ya'ni temir yo'l kesishmasiga gacha bo'lgan masofada. Bu barcha belgilar, ya'ni ogohlantiruvchi belgilarning barchasi xuddi shunday masofada o'rnatilishi kerak. Aholi punktlarida 50-150 metr atrofida, aholi punktlardan tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilishi kerak. Xo'p, demak keyingi belgiga o'tamiz. Keling, 1-3-1 belgisi, bir izli temir yo'l kesishmasi. Xo'p, demak qarang, biz temir yo'l kesishmasiga keldik va temir yo'l kesishmasi bir izli bo'lishi mumkin yoki ikki izli bo'lishi mumkin. Iz nima degani? Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, rails, nechta railsdan iborat, ya'ni temir yo'l kesishmasi, oldimizdagi temir yo'l kesishmasi. Bu bir izli bo'lishi mumkin yoki ikki izli bo'lishi mumkin. Ikki izli bo'ladigan bo'lsa, bunaqa belgi bilan belgilanadi. Bir izli bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi belgi bilan, ya'ni 1-3-1 belgisi bilan belgilanadi. Yana bir muhim ma'lumot, bu belgilar, ya'ni bir izli temir yo'l kesishmasi yoki ko'p izli temir yo'l kesishmasi faqatgina shlagbaumsiz temir yo'l kesishmalari oldida o'rnatiladi. Shlagbaumli temir yo'l kesishmalari oldida bu belgilar o'rnatilmaydi. Bu belgilarni o'rnatishga hojat yo'q. Bu belgilar bizni ogohlantiryapti, lekin shlagbaum bilan to'silayotgan vaqtda bizda shlagbaum qurilmasi bo'ladi va shu sababli bizda bu belgilarni foydalanishning hojati qolmaydi. Shu sababli faqatgina shlagbaumsiz temir yo'l kesishmalari oldida o'rnatiladi degan ma'lumotni olishimiz mumkin. Bu narsa testda tushishi mumkin, ya'ni shavlon testlarida bor. Shu sababli yaxshilab eslab qoling. Bu faqatgina shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi va temir yo'l kesishmasining qanday nechta izliligidan dalolat beradi. Xo'p, demak, keling keyingi belgiga o'tamiz. Bu belgilar 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 va hokazo belgilar, ya'ni 1-6 gacha bo'lgan belgi. Bu belgilar bizga temir yo'l kesishmasigacha qancha masofa qolganidan xabardor beradi. Bu belgilar ham temir yo'lga oid belgilar, ya'ni bu belgilar barchasi bizga har bitta chizig'i aholi punktlarida 50 metrni, aholi punktlardan tashqarida 100 metrni bildiradi. Ya'ni tasavvur qiling, siz katta yo'lda yoki shahar ichida harakatlanib ketyapsiz va oldingizdan 1-1 belgisi chiqdi. 1-1 belgisi bildiradiki, siz agar shahar ichida bo'ladigan bo'lsangiz, 150 metrdan keyin bizda temir yo'l kesishmasi yo'limizdan chiqadi. Undan keyin esa yana 50 metrdan so'ng 1-2 belgisi chiqadi. Ya'ni bu 100 metr qoldi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni sizda ikkita chiziq, har bitta chiziq 50 metrni bildiradi. Ya'ni shahar ichlarida, aholi punktlarida. Shu sababli bizda 100 metr masofa qoldi degan ma'noni bildiradi. Undan keyingi belgimiz, bizdan chiqadigan belgi 1-3. Ya'ni siz yana 50 metr masofa yaqinlashganingizdan keyin, yana 50 metrdan keyin sizda temir yo'l kesishmasi chiqishi mumkin degan ma'noni bildiradi. Ya'ni mumkin emas, ya'ni rostdan ham u 50 metrdan keyin temir yo'l kesishmasi mavjud degan ma'noni bildiradi. Undan keyin esa agar aholi punktlaridan tashqarida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni katta viloyatlarni bog'lab turadigan ko'chalarda, ya'ni ketayotganingizda bu belgilar o'rnatilishi mumkin. Endi esa faqatgina masofasi o'zgaradi. Bu belgilar bo'lishi mumkin aholi punktlaridan tashqarida har 100 metrda, ya'ni 3 ta chiziqli belgining oldiga keladigan bo'lsangiz, 300 metrdan so'ng sizda temir yo'l kesishmasi, yana ikkita belgi, undan keyin yana 100 metr yurganingizdan keyin yana ikkita chiziqli belgi o'rnatiladi. Bu esa 200 metrdan so'ng undan yana 100 metr yurganingizdan so'ng bir chiziqli temir yo'l kesishma, ya'ni bir chiziqli belgi keladi. Bu degani 100 metrdan so'ng sizda temir yo'l kesishmasi keladi degan
ma'noni anglatadi. Yoki hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Nega bir xil narsa ikki marta kelyapti? Ya'ni uchta chiziqli narsa bu yoqda ham bor. Biri to'g'ri bir belgisi ham xuddi shunaqa, biri to'g'ri belgisi ham xuddi shunaqa deyotgan bo'lsangiz, biri sizning chap tomoningizda, biri sizning o'ng tomoningizda o'rnatilishi mumkin. Shuning uchun adashib ketmang, nimaga unaqa ko'p deb o'ylamang. Faqatgina biri sizning chap tomoningizda, biri sizning o'ng tomoningizga kelishi mumkin. Haydovchilarni ko'proq ogohlantirish masalasida shunaqa qilinishi mumkin. Demak, bu ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu belgi nomi aytib o'tgandek, temir yo'l kechmasiga qancha masofa qolganini bildirib turadi, xolos. Bu bo'yicha ham biletlarda shablonlarni test tushishi mumkin. Hozir o'rgangan narsangiz orqali agar tushadigan bo'lsa, yetsangiz bo'ladi. Undan keyingi belgi bu tramvay yo'li bilan kesishuv degan belgi bo'ladi, ya'ni 1/5 belgisi. Ya'ni sizning oldingizda ogohlantirib kelyaptiki, tramvay yo'li chiqishi mumkin degan ma'noda sizni ogohlantirib keladi. Boshqacha ishoralar yo'q, faqatgina shuni bilib olsangiz bo'ldi. Yo'lingizdan tramvay yo'li chiqishi mumkin, ehtiyot bo'ling yoki ogoh bo'ling degan ma'noda keladi. Undan keyingi belgimiz esa 1/6 belgisi, teng ahamiyatli yo'llar kesishuv, ya'ni uchburchak shakldagi ichi oq, hoshiyasi qizil, o'rtasida esa qora X belgisi bo'lgan belgi chiqishi mumkin. Bu belgi teng ahamiyatli yo'llar kesishuv degan belgi hisoblanadi. Nima degani teng ahamiyatli yo'llar kesishuv? Biz bilishimiz mumkinki, kesishuv bu chorraha, ya'ni chorraha sifatida olsak bo'ladi. Ya'ni agar bu belgi oldimizdan chiqadigan bo'lsa, sizdan keyin birozdan so'ng, ya'ni ma'lum bir masofadan so'ng sizda teng ahamiyatga ega bo'lgan chorraha kelyapti. Bu teng ahamiyatga ega bo'lgan chorraha degan svetoforlar ham yo'q, yo'l patrul xodimi ham bo'lmasligi mumkin. yoki hech qanday belgilar ham bo'lmasligi mumkin. Ya'ni kim birinchi o'tish haqida, ya'ni kimning birinchi harakatlanish haqida hech qanday belgilar ham bo'lmasligi mumkin. Bu holatda faqatgina siz o'ng qo'l qoidasini ishlatgan holatda kim birinchi o'tishini aniqlashingiz kerak degan ma'noda sizga oldindan ogohlantirish ishorasini bergan holda sizni ogohlantiradi. Ya'ni bu belgi kelganda keyingi o'tgan chorraha yoki kesishuvda siz faqatgina o'ng qo'l qoidasini ishlatgan holda kim birinchi o'tishini aniqlab harakatni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi belgi bu bizda 1/7 aylanma harakatlanish bilan kesishuv belgisi, ya'ni ruschasiga aytadigan bo'lsak, bu krug deyiladi. Ko'pchilik haydovchilar yoki shu paytgacha haydab yurgan insonlar biladi. Ya'ni shaharlar atrofida, shaharlar ichida juda ham ko'p bu narsalar, ya'ni krug, ya'ni aylanma harakat deyiladi. Siz aylanma harakatga yaqinlashayotganingiz haqida axborot beradi bu belgi, ya'ni ogohlantirib keladi. Eslab qolishimiz kerak, 1/7 belgisi aylanma harakatlanish bilan kesishuv. Shunchaki sizda oldinda krug borligidan yoki aylanma harakat borligidan ogohlantirib keladi. Keyingi belgi bizda bu 1/8 belgisi, ya'ni svetofor tartibga soladi. Ya'ni siz ketayotgan yo'lingizda bu belgi chiqadigan bo'lsa, oldinda svetofor borligi haqida ogohlantiradi, xolos. Faqatgina bilishingiz kerak, demak oldimizda bizni chorrahadami yoki bo'lmasam katta yo'ldami oldimizda svetofor bor. Ya'ni bu faqatgina svetofor borligidan ogohlantiradi. Qo'yish masofalari esa aytib o'tganimizdek aholi punktlarida turli xil, aholi punktlaridan tashqarida turli xil. Undan keyingi belgi bu 1/9 belgisi, ya'ni ko'tarma ko'prik, ya'ni yo'limizda ko'tarma ko'prik bor degan ma'noni keltirib chiqaradi. Faqatgina ogoh bo'lishimiz kerak, ya'ni ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ko'prik ko'tarilmaganiga yoki tushganligiga e'tiborli bo'lgan holatda keyin harakatimizni davom ettirishimiz kerak. Xo'p, undan keyingisi 1/10 belgisi sohilga chiqish, ya'ni to'g'rimizda sohilga chiqish bo'lishi mumkin degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ehtiyotkorlik bilan harakatlanib yo'limizda sohil chiqishi mumkin degan ma'noni bildiradi. Undan keyingi belgimiz esa 1/11 o'ngga yo'l belgilari yo'lning kichik radiusli yoki ko'rinishi cheklangan burilish joyini bildiradi. Ya'ni qisqacha aytadigan bo'lsak, tushuntiradigan bo'lsak, xavfli burilish bor degan ma'noni anglatadi. Ya'ni ketayotgan yo'lingiz xavfliroq, ya'ni o'tkirroq burchak ostida burilgan bo'lishi mumkin. Shu sababli ehtiyotkorlik bilan bu yerdan burilishingiz kerak. Ya'ni burilish yo'nalishlarini ham hattoki ko'rsatib qo'ygan. Shu sababli ehtiyot bo'lishlik haqida ogohlantiradi. Undan keyingi belgisi xuddi shu belgining teskarisi, ya'ni o'ng tomonga xavfli burilish emas, balki chap tomonga xavfli burilish bor degan ma'noni anglatadi. Ko'pincha bu belgilar katta yo'llarda, ya'ni tog'li hududlarda ko'p ko'rishimiz mumkin yoki boshqa hududlarda xavfli burilishi bor bo'lgan hududlarda ko'rishimiz mumkin. Undan keyingi belgi bu 1/12 xavfli burilishlar, ya'ni faqatgina bitta xavfli burilish emas, yuqorida ko'rib turganimizdek, balki bir nechta xavfli burilishlar borligi haqida ogohlantiradi va bu bizga ogoh bo'lishimizni va ehtiyotkorlik bilan harakat qilishimizni talab qiladi. Undan keyingi belgimiz esa bizda 1/12 belgisi, ya'ni xavfli burilishlar. Bu ham xuddi shunaqa, faqatgina xavfli burilishlar birinchi chap tomonga, keyin esa o'ng tomonga bo'lish haqida ogohlantiradi. Birinchisi 1/12, bir esa birinchi o'ng tomonga xavfli burilish bor, undan keyin esa chap tomonga xavfli burilish bor haqida ogohlantiradi.
Xo'p, demak bizda 1.13 belgisi tik nishablik. Tik nishablik bu pastlik degan ma'noni bildiradi. 12 gradusli bu 12 gradus o'zgarib turishi mumkin. Balkim 15, balkim 20 gradus bo'lishi mumkin, balkim 25 gradus bo'lishi mumkin, lekin asosiy ko'p hollarda tog'li yo'llarda 12 graduslik pastlik bo'lishi mumkin. Va bu belgi bizga yo'limizda bir necha metr masofadan keyin bizda pastlik kelishi haqida ogohlantiradi. Undan keyingi belgi esa 1.14 belgisi tik balandlik, ya'ni xuddi shu belgining 1.13 belgisining tik nishablik belgisining teskarisi, ya'ni tik balandlik borligi haqida ogohlantirib bizni ogohlikka chaqiradi. Undan keyingi belgi esa 1.15 belgisi sirpanchiq yo'l degan ma'noni anglatadi. Sirpanchiq yo'l. Xo'p, demak, sirpanchiq ya'ni yo'limizda kelayotgan yo'limizda yo'l sirpanchiqligi haqida ogohlantirib o'tadi. Xo'p, demak do'stlar, 1.15 belgisigacha keldik. Demak, hamma narsa hozir ham joyidami? Men o'zim ishonch hosil qilmoqchiman, chunki keyinchalik dars tugagan vaqtda eshitmay qolgan bo'lsangiz, bu yomon. Shuning uchun yozib olinglar. Hozirgacha ovozim, hamma narsa yaxshi ketyaptimi? Oxirgi yozgan anaqam postni tagiga yozib olsanglar yaxshi bo'lardi. Yaxshi. Demak, hammada yaxshi. Demak, yaxshi. Xo'p, demak, agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, davom etamiz. O'z ham yaxshi. Demak, yaxshi. Menimcha hammada xuddi shunaqa, hammada yaxshi bo'ladigan bo'lsa, keladi, davom etamiz. Xo'p, bundan keyingi belgimiz bu 1.16 belgisi hisoblanadi. Notekis yo'l. Shunchaki yo'limizda yo'l notekisligini bildiradi. Ya'ni shu biz ogoh bo'lib, kerak bo'lsa sekinlashib, harakatni amalga oshirishimiz kerak. Undan keyingi belgimiz esa 1.17 belgisi bu tosh otilish xavfi, ya'ni yo'l shag'al bo'lishi mumkin yoki boshqa sabablarga ko'ra yoningizdagi mashina yoki yoningizdagi transport vositasi tosh otishi mumkin va shu sababli bizni tosh otilish xavfidan ogohlantiradi. Undan keyingi belgi bu 1.18.1 belgisi yo'lning torayishi, ya'ni ikki tomonlama torayish. Ko'rib turadigan bo'lsak, bizda belgilarda ko'rsatilgan, ya'ni qora chiziqlar bilan ko'rsatilgan yo'limiz ikki tomonlama torayapti. Ya'ni biz bilishimiz kerakki, oldinroqdan chora-tadbirlarni ko'rib qo'yishimiz kerak, ya'ni yo'l torayishi mumkin va yo'lning toraymaydigan qismiga o'tib olishimiz kerak. Undan keyingi belgi bu 1.18.2 belgisi yo'lning torayishi o'ngga torayishini bildiradi, ya'ni yo'l o'ng tomondan torayotganini bildiradi. Faqatgina o'ngdan kelayotgan transportlari ehtiyot choralarini ko'rgan holda harakatlanish kerak. 1.18.3 belgisi esa yo'lning chap tomondan torayishi haqida ogohlantiradi va bizga bir necha masofa oldidan ogohlantirish ishorasini beradi. Undan keyingi belgimiz 1.19 belgisi ikki tomonlama harakatlanish. Ya'ni shunchaki bizga yurgan yo'limiz ikki tomonlama harakatlanish. Ya'ni siz to'g'ri ketayotgan bo'lsangiz, sizdan qarama-qarshi yo'nalishda ham avtotransport vositalari harakatlanayotganligi haqida ogohlantiradi va shunchaki sizga yo'lning ikki tomondan ham transport vositalari harakatlanayotganligi haqida ogohlik beradi. Undan keyingi belgimiz bizda 1.20 belgisi, ya'ni piyodalar o'tish joyi. Shunchaki oldinda piyodalar o'tish joyi borligida haqida ogohlantiradi va bilishingiz kerak, piyodalar o'tish joyida har doim biz tezlikni kerak bo'lsa kamaytirgan holatda, ehtiyot choralarini ko'rgan holatda o'tishimiz kerak. Ya'ni yo'ldan piyodalar chiqib qolishi mumkin, balki bu piyodalar o'tish joyi tartibga solinmagan bo'lishi ham mumkin. Shu sababli biz bu belgi bizni bir necha metr masofa oldidan ogohlantirib qo'yadi. Ya'ni piyodalar o'tish joyi borligi haqida, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni zebra chizig'i borligi haqida ogohlantiradi. Undan keyingi belgimiz bu 1.21 belgisi, ya'ni bolalar belgisi. Bu belgi ba'zida qo'shimcha axborot belgilari bilan keladi, ya'ni yo'limizda bir necha metr masofa davomida bolalar chiqib qolishi mumkin degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu belgi ko'pincha maktablar, bog'chalar oldida o'rnatiladi va yo'limizda har daqiqa bolalar chiqib qolishi haqida ogohlantiradi. Bu degani biz har doim tezligimizni pasaytirgan holatda, tezlashmagan holatda, sekin e'tiborliroq bo'lib harakatni davom ettirishimiz kerak. Undan keyingi belgi bu 1.22 belgisi, velosiped yo'lkasi bilan kesishuv belgisi. Faqatgina oldinda velosipedlar uchun yo'lka bor va o'sha yo'lka bilan sizning qatnov qismingiz kesishishi mumkin degan ma'lumotni beradi.
Undan keyingi belgi bu 1.23 belgisi ta'mirlash ishlari belgisi, ya'ni oldinda qandaydir turdagi ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi haqida ogohlik beradi. Undan keyingi belgi bu 1.24 belgisi mol haydab o'tish, ya'ni bu kelayotgan yo'limizda mollar haydab o'tilishi mumkin yoki mollar chiqib qolishi mumkin degan, ya'ni ma'noni bildiradi. Undan keyingi belgimiz bu 1.25 belgisi yovvoyi hayvonlar. Shunchaki bilib olishimiz kerak, ya'ni yo'limizdan yovvoyi hayvonlar chiqib qolishi mumkin degan ma'noni bildiradi. Bu belgilar ko'pincha o'rmon hududlaridan harakatlanayotganda yoki bo'lmasa tog'li hududlardan harakatlanayotganda qo'yilishi mumkin. Undan keyingi belgi bu 1.25 belgisi pastlab uchuvchi qushlar degan ma'noni bildiradi. Ya'ni yo'limizdan oldinda harakatlanib ketayotganimizda yo'limizdan qushlar chiqib qolishi mumkin har daqiqa degan, ya'ni pastlab uchayotgan qushlar chiqib qolishi mumkin degan ma'noni anglatadi. Undan keyingi belgimiz esa bu 1.25 belgisi kemiruvchi va sudralib yuruvchilar, ya'ni yo'limizda kemiruvchilar yoki sudralib yuruvchilar chiqib qolishi mumkin degan ma'noni bildiradi. Undan keyingi belgimiz esa 1.26 belgisi, ya'ni toshlar tushishi. Bu belgi ko'pincha tog'li hududlar oldida o'rnatiladi va tepadan toshlar tushib qolishi mumkin degan ma'noni bildiradi, ya'ni sizni ogohlikka chorlaydi. Undan keyingi belgimiz esa 1.27 belgisi yonlama shamol, ya'ni shamol yonlama esayotganligi haqida axborot beradi. Undan keyingi belgimiz esa 1.28 belgisi pastlab uchuvchi samolyotlar. Ko'pincha bu belgilar portlar oldidan, ya'ni samolyot aeroportlar oldidan qo'yilishi mumkin, ya'ni sizga samolyotlar pastlab uchayotganligi haqida axborot beradi. Bu degani ko'proq shovqin bo'lishi mumkin yoki boshqa sabablar kelib chiqishi mumkin. Shunchaki sizda ortiqcha ogohlik berib qo'ymoqda, ya'ni sizda ko'proq ma'lumot bo'ladi. Undan keyingi belgimiz tunnel, ya'ni tunnellarga kirishdan oldin 1.29 belgisi qo'yilishi mumkin, ya'ni sizga tunnelga yaqinlashayotganligingiz haqida axborot beradi, ogohlik beradi. Undan keyingi belgimiz esa 1.30 belgisi boshqa xavf-xatarlar, ya'ni shu paytgacha ko'rgan belgimiz, ya'ni 1.29gacha belgi ko'rib kelgan belgimiz turli xil bo'lishi mumkin, yo'lda hodisa sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar haqida ogohlik beradigan bo'lsa, 1.30 belgisi boshqa turdagi xavf-xatarlar bo'lishi mumkinligidan ogohlik beradi. Undan keyingi belgimiz esa 1.31 belgisi sun'iy yo'l notekisligi, ya'ni bu belgi ham ko'pincha maktab hududlari yoki mahallalar orasiga qo'yiladi, ya'ni yo'l sun'iy ravishda notekis qilingan, ya'ni o'zbek tilida aytish mumkin do'ngalak qilingan, ya'ni sizning harakatingizni sekinlashtirish uchun shunaqa narsa qilinadi. Shu sababli sizga bu belgi ogohlantirish ishorasini berishi mumkin. Undan keyingi belgimiz bu 1.31 belgisi burilishning yo'nalishi, ya'ni siz kelayotgan bo'lsangiz, oldingizda qandaydir to'siq bo'ladigan bo'lsa, bu belgilar qo'yilishi mumkin, ya'ni harakatlanish qaysi tomonga ketayotganligi haqida, ya'ni u to'siq bor va siz harakatni o'zgartirishingiz, harakat yo'nalishini o'zgartirishingiz kerak. Bu hozirgi 1.31 belgisi harakat o'ng tomonga davom etayotganligi haqida ogohlantiradi. Undan keyin esa 1.31 bu burilish yo'nalishi, ya'ni bu chap tomonga harakat bo'layotganligi haqida ogohlantiradi. Undan keyingi belgisi bo'lishi mumkin 1.31 belgisi burilish yo'nalishi. Bu belgi xalq orasida ko'pchilik buni T-simon chorrahalarda ko'radi, ya'ni shaharlar orasidan ko'rishimiz mumkin, mahallalardan ko'rishimiz mumkin. Agar siz yo'lingizda to'siq bo'lsa va harakatlanish o'ngga ham chapga ham mumkin bo'lsa, bu T-simon chorraha deyiladi va sizga yo'nalishni ko'rsatib turadi. Bundan keyingi belgilar esa xuddi shu belgilarning bir turi, ya'ni 1.31, 1.31, 1.31, ya'ni bular faqatgina rangida farq qilmoqda. Bundan keyingi belgimiz bu 1.32 belgisi, ya'ni tirbandlik. Oldinda tirbandlik, ya'ni keyingi chorrahadan yoki keyingi bir necha metr masofadan so'ng tirbandlik bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirish ishorasini beradi. 1.33 belgisi qatnov qismi kesishmasi hududi. Bu belgini tushuntirishdan oldin birinchi navbatda bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa bu hozirgi vaqtda shaharlar orasida keng tarqalgan, ya'ni Toshkent shahrida ham bu narsa juda ham ko'p. Chorrahalarga sariq chiziqda chorrahaning o'rtasiga bir necha belgilar chizib qo'yiladi. Hozir bir daqiqa. Demak, davom etamiz. Tirbandlik belgisi, uzr kechasiz, 1.33 belgisi qatnov qismi kesishmasi hududi deb nomlanadi. Aytib o'tganim, bu chorrahalarda biladigan bo'lsak, sariq chiziq bilan chizib qo'yiladi. Bu chiziq nimani bildiradi? Agar yo'limizda keyingi qatnov qismidan o'tgandan keyin bizda tirbandlik bo'ladigan bo'lsa, chorrahaga kirishga taqiqlaydi. Ya'ni shunaqa narsa borki, agar chorrahaga katta qilib yerga sariq chiziq chizib qo'yiladigan bo'lsa,
keyingi qismiga, ya'ni yo'lning qat'iy keyingi qismiga o'tish taqiqlangan, ya'ni oldingizda probka bo'ladigan bo'lsa, chorrahadan o'tmang degan ma'no biladi. Hattoki yashil chiroq yonib turgan bo'lsa ham. Bu xuddi shu narsani oldindan sizga ogohlantirib qo'yadi. Ya'ni keyingi chorrahada xuddi shunaqa qatnov qismi kesishmas hudud deb nomlanadi va keyingi hozirgi kelayotgan chorrahada agar sizning oldingizda chorrahadan o'tgandan keyin tirbandlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni probka bo'ladigan bo'lsa, chorrahadan o'tmasligingiz kerakligi haqida ogohlantiradi. Undan keyingi belgisi 1.34 belgisi, diqqat boshqariladigan to'siq. Bu belgi ko'pincha temir yo'l kesishmalariga yetishmasdan o'rnatiladi. Ya'ni agar shlagbaum bo'ladigan bo'lsa, shlagbaumga qo'shib to'suvchi qurilmalar ham o'rnatilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bundan bilishimiz mumkinki, ya'ni bizga to'suvchi qurilma borligini, ko'tarilib tushuvchi to'suvchi qurilma borligidan ogohlantirib keladi. Undan keyingi belgisi, ya'ni oxirgi ogohlantiruvchi belgilarning eng oxirgi belgisi bu 1.35 belgisi, ya'ni piyodalarning yo'l yoqasidan yurishi mumkin bo'lgan hudud, ya'ni yo'l yoqasida piyodalar yurishi mumkin degan ma'noni anglatadi. Demak do'stlar, bu bor yo'q 35 ta belgi bor edi ogohlantiruvchi belgilarda va bugun xudo xolasa hammasini tugatishga harakat qildik. Men ko'proq qisqa qilib vazifasini tushuntirishga harakat qildim. O'ylaymanki, hamma tushunarli bo'ldi. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, pastga yozib ketsanglar bo'ladi. Qanaqadir tushunmagan narsalar bo'lsa yozib ketsanglar, lekin bu ogohlantiruvchi belgilar eng oson belgilar turiga kiradi. Ya'ni faqatgina sizga vazifasi ogohlantirish. Ya'ni o'z bilan aytib qo'yibdiki, oldinda qandaydir xavf-xatarlar bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ma'lumot berilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, sizni bir necha metr masofadan ogohlantirish vazifasini bajaradi. Ogohlantiruvchi belgilar ko'rib turganingizdek 3 burchak shaklda bo'ladi va hoshiyasi chiziq va o'rtasida oq rangda bo'lgan belgilar hisoblanadi. Xo'p, demak do'stlar, ogohlantiruvchi belgilarni tugatdik. Agar kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, hozir yozib qoldirsanglar bo'ladi. Men barchasiga javob berishga harakat qilaman. Agar ogohlantiruvchi belgilar asosida savollar bo'lsa, hozir yozsanglar, tushunmagan narsalar bo'lsa yozsanglar, men javob berishga harakat qilaman. Xo'p, kechirasiz do'stlar, uzilish bo'lib qoldi, lekin yana qaytib olamiz. Xo'p, demak, savollar bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirsanglar bo'ladi. Kimda qanaqa savol bor? Xo'p, savollar bo'lsa yozib qoldiringlar. Savollar. O'ylaymanki, hammasi tushunarli bo'ldi, chunki bu juda ham oson belgilar, ya'ni tushunishi qiyin bo'lgan narsalar yo'q bu yerda. Hammasi bir xil ko'rinishda, ya'ni hammasi har xil belgilar emas, hammasi deyarli bir xil ma'noga ega bo'lgan belgilar. Xo'p, men belgilarni guruhga tashlab qo'yishga harakat qilaman. Ya'ni hamma belgilarni bitta rasm ko'rinishidami, qanaqadir fayl ko'rinishidami guruhga tashlab qo'yishga harakat qilaman. Ya'ni ogohlantiruvchi belgilarning barchasini bu darsdan keyin, ya'ni live darsdan keyin, jonli darsdan keyin kanalga tashlab qo'yishga harakat qilaman. Agar bu belgilarni olishni xohlasangiz, shunchaki Google'ga, ya'ni internetga ogohlantiruvchi belgilar deb yozadigan bo'lsangiz, barchasini ko'rsatadi. Shuni ko'rib, o'zingizdan ko'ra olsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir bir nechta raqam beringizda, men uni qo'shib qo'ya olmayman-ku. Men o'sha raqamlarga yoki o'zingizga link tashlab beraman. O'sha link orqali qo'shila olsalar bo'ladi.
Xo'p, demak do'stlar, hozir bugun ogohlantiruvchi belgilarni o'tdik, lekin keyingi darsga xuddi shu ogohlantiruvchi belgilardan tushadigan, ya'ni bilet savollarni tushamiz. Ya'ni barcha ogohlantiruvchi belgilarga oid bo'lgan savollarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Uni ham keyingi darslarda yoki undan keyingi darsda o'rganamiz. Ya'ni bitta mavzuni o'tdikmi, o'shani to'liq tushib ketamiz. Ya'ni o'sha mavzudan keyingi tushadigan biletlarni hammasini o'rganib chiqsak bo'ladi. Shunda o'ylaymanki osonroq bo'ladi. Ya'ni bitta mavzuni o'rganamiz va testlarni yechamiz o'sha mavzuga oid. Shunda barchasi esida qolishi ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, demak, agar hech kimda savollar bo'lmasa, bugunchalik darsni tugatamiz, chunki bugun ham ancha narsa o'rgandik. Ya'ni ogohlantiruvchi belgilarni to'liq o'rganib chiqdik, nechta guruh belgilari borligini o'rganib chiqdik. Xudo xolasa video zapis bo'ldi. Zapisni kanalga tashlab ko'rishga harakat qilaman. O'zingizlar yana boshqatdan ko'rib olsanglar bo'ladi, agar tushunmagan bo'lsanglar, hammasini tushunib chiqsanglar bo'ladi. Eng asosiy o'rganishinglar kerak bo'lgan narsa bu nechta turdagi belgilar borligi, ya'ni 7 xil turdagi asosiy belgilar bor. Undan tashqari oraliq masofalarni ham aytib o'tdim, ya'ni qancha metr masofada ko'rilishi mumkin, bu narsaga oid bo'lgan savollar tushishi mumkin testda. Shu narsalarni o'rganib olsanglar, hammasi oson bo'ladi. Unaqa o'ylab o'tiradigan narsa emas, juda ham oson narsa bu. Hamma darsda qatnashganlarga rahmat. Hurmat qilib shunchalik darslarda qatnashasizlar. Bu men uchun meni juda ham xursand qiladi. Shuncha odam o'rganishni xohlayapti va o'rganyapti. Xudo xolasa biz ham to'xtatib qo'ymaymiz. Buni oxirigacha olib boramiz. Ya'ni ko'proq sizlar o'rgansizlar, bizga shuncha yaxshi va biz bundan mamnunmiz. Xo'p, demak do'stlar, agar barcha savollar bo'lmasa, hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ertagacha ko'rishamiz. Ertaga ham xuddi shu vaqtda, ya'ni 9:00 da dars boshlaymiz. Xudo xolasa, agar qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, kanalda aytamiz. Kanalda kuzatib borsanglar, barchasini aytib o'tamiz. Qanaqadir yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, demak, hammaga rahmat do'stlar. Sizlar bilan, men bilan birga bo'lganingiz uchun juda ham xursandman. Xo'p, demak, bugungi darsimizni tugatamiz. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Добрый день.